iftorlikka qilib ko'ringlar, qaranglar, soshinligini turkmancha ishlikli deyiladi. Xullas, go'shtli pirog. Oddiygina xamir qilamiz. Qancha nima ketganini yozib qo'yaman. O'rta yumshoq qattiqligida xamir qilib, tindirishga olib qo'yamiz. Qiymaga mol go'sht to'g'rayapman, xohlasanglar qo'y go'shti, dumbani ham maydalab, ikkalasini pichoqda chakkilab olib, maydalasanglar mazali bo'ladi. Endi piyozni mayda qilib to'g'rab, go'shtga qo'shamiz. Tuz, murch tabga ko'ra, ozgina suv qo'shib olsanglar, qiymangiz sochni bo'ladi. Hammasini aralashtiramiz, qiymamiz tayyor. Tingan xamirni 8 ta bo'lakka mana bo'lib oldim. Aytgancha, sizlarning viloyatingizda, shahringizda shunga o'xshagan pirog nima deb aytiladi o'zi? Agar boshqacha qilsanglar, kommentariyada yozib o'tinglar. Boshqalar o'qib, balkim sizlarning retseptinglar bo'yicha tayyorlab ko'rishadi. Zolalarni yoyib olamiz. Chiroyli qilib yupqa qilib yoyib, o'rtasiga 3 ta qoshiq qiyma soldim mana. Ikkinchi xamir ustiga yopib, chetini mustahkam qilib yopinglar, keyin chiroyli qilib tugib qo'yinglar. Ozgina yog'da har bir tomonini 5 minutdan past olovda qopqog'i yopib turgan holatda pishirib olamiz. Shunaqa teshib qo'yinglar, havo chiqib ketsin. O'shanda yorilib ketmaydi. Sal yottirib olsanglar ham bo'ladi, yanada mayin bo'ladi. Xullas, retseptlarga yoqqan bo'lsa, menga mehr, like esingizdan chiqmasin.